Hammaga salom, sizlar bilan yana GX Gaming. Bugun men Mojo Launcher'da hardcore'da yashab qolaman. Qani bo'lmasa boshladik. Va Mojo Launcher'ni yozdirish, o'rnatishni va serverga kirishni ham o'rgataymi. Kommentga yozinglar va mana bu joylarga Короче, yoshsak yashab olamiz. Mazza qilaman mana shu Mojo Launcher'ni o'ynab. O'rgataman, kommentga yozib qoldiringlar. Mana bunaqa qilamiz, mana bunaqa qilamiz. Mana qo'yamiz. Mana shu yerdan uy qurishga qaror qildim. Mana bu hech qanaqa mod yo'q mana. Qo'shib bilmayman. Desa shu yerdan qidirdim, qo'sha olmadim. Mana shu yerdan uy qurib borayki. Mana uyni ham qurib oldik. Endi ozgina tosh kallab olaman. Bular. Qanday qilib? Har doim shunaqa. Voy qanday? Qancha ekan? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshtami deyman. Beshta ekan. Beshta. Endi nima qilamiz uni? Bitta qo'ymayman, chiroyli qilib qo'yaman. Bitta, ikkita, uchta. A few moments later. Mana ertalab ham tushdi va kecha shaxtaga tushib qoldi. Yo'q. Ko'rmadi. Voy. Qoch. Yo'q, bir joyim qoldi, qoch. Faqat portlama. Yaxshi. Ketish kerak bu yerdan. Ham keldim va bitta ishim chiqib qoldi va chekkalari yoshimni ko'mirdan chiqardim. Yosh ko'mirni olaman, keyin esa chiqib ketaman. A few moments later. Mana keldim. Endi chiqib olsam bo'ldi bu yerdan. O'zimga alohida uy yasadim.
Mana uy ham tayyor bo'ldi. Endi yotoqni qizil qilmoqchiman. Qizil qildim. Endi qo'yaman. Ovqat yeyman. Narsalarimni solaman.